وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nima uchun yoshlik davri inson hayotidagi eng muhim bosqich deyiladi? Yoshlar o'zi yashayotgan muhitda nimalarni, jamiyatda nimalarni umid qiladi? Qanday qilganda yoshlar yaxshi bir jamiyatning barliq kelishi uchun tuhfa qo'sha oladi? Islomiy bir jamiyatda yoshlar bilan yashanganlar orasidagi munosabat nimalardan iborat? Qanday qilganda yoshlar moddiy va ma'naviy oshqunlikdan saqlana oladi? Yoshlar shubhi va shaytoniy havaslarga qanday qarshi turish kerak? Umumiy jihatdan ilib aytganda islom yoshlarga qanday muomalada bo'ladi? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. La izze illa fi ta'atih. ولا سعادة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في ذكره الذي أطيع الشكر وإذا عصب طاب وغفر والذي إذا دعي أجاب وإذا استعيذ به أعاذ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dünyanın her qaysi yerlerdeki körürmen qırındaşlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Bugün biz Allah'ın yardım bilen hukuk ve mecburiyet namlı programımızın 22. bölümünü sizler bilen ortaklaşış için ben Nizamettin Temkini, sohbetimizin daimlik mühmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir araya geldik. Sohbetimizin bu bölümünde yaşlıların hak hukukları doğrusu toxtalımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Ustaz Muhammed Ali. Ve Aleyküm Esselam. Biz sohbetimizin ilgili bölümünde İslami prinsipta balağa, yani ösmürlerge qanday muamele qilish to'g'risida to'xtalgan edik. Ama bugün biz İslami prinsipta yoshlarga qanday muamele qilish keraklik to'g'risida to'xtalamiz. Undaqda nima uchun inson hayotida yoshlik davri intayin muhim? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Endi jamiyatni bir uskuna yoki bir apparat yoki bir mashinaga o'xshatsak, bir harakat qilayotgan bir uskunaga o'xshatsak, bu uskunaninki har xil parchalar bo'ladi. Kichik bolalar buning ma'lum bir parchasi, yoshlar buning ma'lum bir parchasi, o'rta yoshlar, cho'nglar bo'lib jamiyatdagi har tabaqa, her sinip, her yaştaki kişiler katlami şu hareket kılavatkan bir maşinenin üskününün bir parçasını teşkil kılıyordu. Hem de yaşlığa kelgen vaktimizde yaşlılık devri mandak bir üç alahilikni öz içine ağan bir devr oldu. Birincisi arzu istek devri. Yaşlarda arzu istek var. İkincisi şu arzu istekinin takazzası boyunca ügünüş devri. Ügünüş alahidilik oldu, ügünüş iktidar oldu, ügüneleydi yani. Üçüncüsü şu arzu ve ügünüş istekinin neticesi olan iktidar, kabiliyet, yetildiriş devri oldu. Şu başka yaşlık devir intayin muhim devri. Hatta bir eseri de geldi. Cennetin purqı yaşlarda degan şekilde. Yani cemiyet az vaqtdan keyin yoshlarni qo'lga tushdi. Yani yoshlar jamiyatning asosiy turi hisoblanadi. Ummatning asosini tashkil qiladi. Ummatning kelgusini shu yoshlar tashkil qiladi. Deganimdek yoshlardagi shu 3 xil talab. Yani 3 xil aloylik yosh vaqtdagi uning kelgusida nima ish qiladigan, qilolmaydiganligini mush 3 xil bosqichdan o'tib belgilanadi. Birinciden yaşta bir arzu istek vardı. Bu arzu istekni kim birdi yaşka? Cemiyet birdi. Onun o doğru arzu istek bilinmese bunun ziyan çıkıdı. Bu ikincisi
özünün arzu, arman, istekleriga yarışa bir ügünüş kızgınlığı qozg'iladi. Masalan, bir yosh kelgusida men bu ummatga, bu millatga, bu vatanimga, bu davlatimga manda töhfa qo'shaman, mandaroq odam bo'laman degan bir orzusiga asosan an ügünüşni boshlaydi. Bunun ügünüşini etrafdagi jamiyat, etrafidagi jamiyat yaşayotgan jamiyati yoki davlati yoki xalqi yoki millati ta'minlaydi. Ya'ni jamiyat o'gitidi buningga. Agar buning ahamiyat berilmagan vaqtda chiqadigan natija hamma o'ylangan ayon. Üçüncüsü şu arzu istiki, arzu armani ve ügünüş kızgınlığı ve ügünüş iktidarına qarab turib şekillenadigan bir kabiliyet iktidar. Şu o'quvchi, şu yaş yigit özünün şu arzu istekleri ve o'qishining neticesinde özde ma'lum iktidar şekillendirdi. Şu iktidarga qarab turib jamiyatda ma'lum o'ringa ega bo'ladi ve şu sahada xizmat qiladi. Endi qandaq bir yaş üç xil ishida muvaffaqiyat qozonmasa, ya'ni o'zi yashayotgan jamiyat onunga şu üç xil istikini, üç xil arzusini yoki üç xil talabini qondiramasa, ya'ni bu bosqichdan u yosh muvaffaqiyatli natijadan chiqolmasa, ya o'z jamiyatiga yukiladi, yoki bala krizis bo'ladi. Buning uchun yoshlik davr yaşının kelgüsünü belgileydiğin devir buluştun başka bir cemiyetinin kelgüsünü belgileydiğin devir. Qanda bir cemiyet? Ben bunu bir kağıda atmayayım. Bugünkü cemiyetimizdeki yaşlarımızınki tam bayattin degендek arzu istekleri qozg'iladigan, şuna yarışa ügünadigan bir devirde nurgun yaşlarımız zaya olib ketish oldida. Buningga tabiiy ko'ngil bilayotganlar va yetarli ko'ngil bilamayotgan ahvolimiz bor. Bu nuqtadan davatime qanday bir jamiyat o'z yoshlarininki o'g'il qizlarininki shu davrdagi yetilishiga loyiq ko'ngil bilanmasa, bu jamiyat kelgusida duch kelayotgan vabolini o'zidan ko'rish kerak. Shu nuqtada men biroz tafsilotiga kiray buningki. Bir yoshninki özünün arzu istiki boyunca o'qib, arzu armanları, nişanları boyunca o'qib ve layık bir kabiliyetini özde hazırlaş için aqalli 3 talep bo'ladi. Bir yoshninki. Birinci talebi özünün normal hayatını kechirgudek bir xizmat o'rni. Bir ish fursati. Buningga ehtiyoji bor. İnsanda onu inkar kıldığın insan adam yok. İnsanda bu xil ihtiyaç mutlaka var. Cemiyet bunu teminleş gerek. Qana bir şekilde teminlese. İkinciden bunun özünün şahsiyetide to'y qilish bir tabiat bo'ladi. Mijoz tabiatida. Bu Allah insonga qo'ygan bir xil tabiat. Buni ko'z yumg'ilmaydi. Jamiyat bu tarafga alohida ko'ngil bilish kerak. Üçüncüden şu to'y qilgandan keyin o'zi va ayoli, bolalar bilan yashaydigan bir uyga ehtiyoji bor. Amaliyotda bu talablar bir ish fursati, o'zining janna baqalig'idek, jamiyatiga yuqumog'idek bir ish fursati, bir to'y qilish, ondan keyin bir oilalik bo'lish, bir uy bo'lish eng aqalli talab. Bir jamiyat o'zining yoshlariga mushun ta'minlab bermasa, pat arada yoshlardan ajrab ketadi. Çünkü dünyada yaşla azlavatkan, yani nüfus qerilishish ko'payotgan, her cemiyet, her devlet yaşlarga ihtiyacı buluvatkan, bugünkidek bir dünyada qaysi bir millet, qaysi bir cemiyet o'zining yoshlarining mush nuqtasiga ko'ngil bo'lmasa, yoshlardan ayirib qoladi. Biz bunu bugun ko'ryapmiz. Bizning yoshlarimiz bizde shuni ta'minlagudek bir sharoit bo'lmaganligi tufaylidan başka milletlerge qanday qilib ishlayapti. Hatto dushmanga ishlayapti. Hatto dushmanga. Yevropaga safar qilyapti. Masalan, ularning kelgusi qanday bo'ladi? Allohga omonat. Agar shu yoshlarga men bayatım degandek ehtiyojlarini qamdalsa, ish fursati tepilsa, o'g'inish fursati tepilsa, ular o'z jamiyatida turadi, o'z jamiyatida xizmat qiladi, o'z jamiyatiga to'hfa qo'shadi. Bir jamiyat, bir devlet, bir millet özünün içindeki töhfikarlarının töhfisi bilen yükselidi ya ki töhfi köstüdüğanlar, cemiyetki töhfi qoşuduğanlarının yok oluşu bilen acizleşidi. Bekin doludu. Bu noktadan
Yaşlılık devri intayin muhim devr. Yaşlar bir cemiyetke, bir milletke nispeten intayin muhim bir kişiler tabakası hesaplanıdı. Köpünçe ahvallarda yaşanğanlar bilen, yani yaşlı çoğun boğanlar bilen yaşlar arasında cemiyette bazı düşünüşmeslikler bulup durdu. Hem de ondaqda ular arasındaki bu münasebet qandaq bo'lishi kerak normalda? Ben bayatın degandek kişilik hayatının ki yaş ölçümüge qarab turib bir neçe tabaqaga bölünüdü. Her tabaqanın ki qiladigan bir xizmat oludu ve qilalaydigan xizmat oludu. Çünkü birisi qilganni birisi qilanmaydı endi. Bunu eğer bir o'xshatish to'g'ri kelib qolsa, bir mashina o'xshasak tamamen o'xshaydi. Yaşlar şu maşının ki maturi hesaplansa, yaşanğanlar, yani yaşlı çoğunlar, tecrübelikler maşininin ki rolga o'xshaydi. Maşininin ki to'g'ri yo'lda minishini rol belgilaydi ve yo'ldagi qiyinchiliklarga, to'solg'uliqlarga to'xtab qolmay, to'solg'ular bilan to'xtab qolmay, kuchab turib olg'a siljitishni kim rolini o'taydi? Motor rolini o'ynaydi. Bu yerda motorning rolini rol o'ynayolmaydi. Rolini motor o'ynayolmaydi. Ammo qachoniki yoshlar o'zini rolning o'rnida qo'ysa, o'zidan peshqadam, o'zidan cho'nglarning, tajribaliklarninki yetaklashiga bo'ysunmasa va aksi bir şekilde qarshi tarafda yaşanğanlar, cho'nglar, peshqadamlar, rahbarlar, yetaklovchilar o'zining yoshlariga ish fursati yaratib bermasa, ularni to'g'ri yo'lga yetaklamasa, ya'ni ularga fursat bermasa, bu mashinanki mayli har sohada, har sohada, mayli siyosiy sohada olsun, siyosiy soha olsun, ijtimoiy soha olsun, ilmiy soha olsun, her odamning o'ziga yarasha bir şekilde xizmat qilishiga yo'l qo'yilmasa, bu mutlaqo bir yerdan portlab chiqadi. Chunki men davomli deyman, yoshlar bir kuch ishgisi. Bir o'tva ularning ichida, bir energiya ularning ichida. Bu energiyani siqib, bo'g'ab tutiblanmaydi hech kim. Mutlaqo bir yerdan portlab chiqadi. Eng yaxshisi bu portlash o'z yo'lida bo'lsin, motorning ichida bo'lsin, motor harakatlansin, jamiyatga tuhfa qo'ysin. Dal cho'nglar bilan kichiklarning orasidagi ba'zi tushunishmaslik masalalar hammasi o'zining rolini va boshqalarning rolini to'g'ri tushunmaganlikdan chiqadi. Agar har odam, har tabaqadagi sinf, her sahadaki o'zining rolini to'g'ri tushunsa ve karşı tarafning rolini to'g'ri tushunsa, karşı tarafga ashu rolni joriy qilishga fursat berilsa ve o'zining sohasida o'zining vazifasini joyida ado qilsa, mencha bu tushuncha, bu tushunishmaslik masalasi qanaqa qiladi, tugaydi. Allah razı olsun. Biz şu dünyani mashg'ul qilayotgan oshqulluq to'g'risida ozroq bir to'xtalib o'tgan bo'lsak. Yani bu yerdeki mening maqsad qilganim yoshlar yani. Endi yani mayli fikriy oshqulluq olsun, yoki axloqiy oshqulluq olsun. Axloqiy oshqulluq olsun, bu noktada demoqchiman yani. Endi biz ikki nuqtaga ikki xil qarash to'g'ri keladi bu oshqulluq masalasida. Fikriy oshqulluqdan kelsak, xususan biz yashab boqqan bizning vatan, undan keyin chiqqan chet eldagi umumiy ahvolga nazar tashlaganimizda yoshlarimizdagi fikriy oshqulluq masalan, ziyoda talab mana bir ahvollar bor. Fikriy oshqulluq degan ziyoda talab degan gap yani. Bu ahvol vatanimizda yuz bergan ahvollarni kichkina misol qilish to'g'ri kelib qolsa, vatanimizda 80-yillarga qadar boshni ko'tarolmagudek bir yepiq bir jamiyat bor. Hech kim o'zininki jinini, hayotini saqlab qolishdan boshqa hech nima o'ylamaydigan bir jamiyat endi. Uning qarong'uliqlarini biz ota-onamizdan anglagan. 80-yillardan keyinki, masalan, bir atalmış islohot, echib o'tish degan bir siyosatlar yo'l qo'ygandan keyin biroz kengashlik oldu deymiz. Ama oldingi 30 yılda qurg'oqshib ketgan bizning millatning kishilariga nisbatan kirgan fikr iqimlarninki hammasi bir xil bizning shu vaqtdagi yoshlarimizni hisobda o't holatiga keltirgan. O't holatiga keltirgandan keyin bir mahal qo'yitilgan siyosatning natijasida o't holatiga keltirgandan keyin andan bu yerda yana biroz zulm boshlanganda insonda g'urur paydo bo'lgan vaqtida, insonda enerjisi to'lib toshgan vaqtida
o'ziga bo'layotgan zulm, nohaqchiliklarga qanday qilmaydi? Hech kim chidab turmaydi. Bu bir aqalli bir o'zining haq-huquqini qo'g'dash, ustiga tushayotgan zulmlarni o'zini yo'q qilish har qanday bir aqli va insonningki bir ma'qul, mashru' bir ish. Shuning bilan ba'zi inkaslar bo'ladi. O'ziga bir tushayotgan zulm, yo'lsizlik, masalan, bunday ishlarga qarata dushman bu fursatni nayt go'hardek fursat deb bilib bizning yoshlarimizni o'ziga qarata bo'layotgan zulm faqat bu yerda boshqalarga tajovuz qilish masalasi yo'q. O'zini qo'g'dash, o'zining xalqini qo'g'dash, tushayotgan zulmni to'xta, mazlumni qilma deyish qarata qilinayotgan tepkilarga qarata ko'rsatayotgan ba'zi ishlari, ifodalarini masalan oshqunlik sifatida tasvirlab bizga xuddi o'zimizning kishilari oshqundek. Masalan, o'zimizning haqqini qo'g'daymiz. Bizning yurtga tushayotgan zulmni pasiltimiz deb har qanday bir vositani, mayli qo'lga qurol elish olsin, qanday vosita bilan o'zini qo'g'dayotgan odamlarni bizga oshqun deb tasvirlayotgan bir ahvollar bor. Buni o'zimiz olsinmi to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz hargiz dunyodagi bu yulinish, bu bir shamolning keynidan mangib o'zini qo'g'dash uchun, o'zini qo'g'dashning o'rtaga chiqqan. Ma xalqimiz zulm ichida ekan. Mushlar azroq olsin zulmni pasiltayli. To'xtab turib bizga zulm silayotgan dushman va hadidni ochdi. Turasining haddini to'xtatgan odam bormi tayyorlik qilyapmiz degan bir shaklda mayli vatanda olsin, chet ellarda olsin, ya'ni üzdün zulmni yengillatish uchun, to'sash uchun o'rtaga chiqqan odamlarni dushman umumiy xalqaroliq ta'tir tashviqotda oshqon degan bir fikrni o'rtaga chiqadi. Bu bir tarafimdi. Yani bunun biz to'g'ri qarashimiz kerak. Yani bu yerda shamol qaysi tarafga chiqsa, uning keynidan menib ketish aqlning ishi emas. Ikkinchidan, yana bir narsa e'tirof qilmay olmaydi. Diniy fikr jihatdagi oshqunlikda degandek bir necha yillik, 30 yillik atrofidagi yipiq jamiyatdan keyin bizningki o'tmishimiz bilan bo'lgan bog'lashimiz uzildi. Bizning burunqi olimlarimiz, ziyolilarimiz masalan, jamiyatning liderlari qanda epmangan jamiyatni bizning qimmat qarashimiz nima? Tarixiy kitobning ko'ydirilishidan tortib bizning o'tmishdan bo'lgan aloqamiz 30 yillik uzilib ketdi. Bu yerda ne kitob qoldi, ne olimlarimiz, hech kim qolmadi. Yep-yangi bir tug'ilgan bir jamiyat oldu. Bunda bo'lgandan keyin bizning keyingi davrlardagi mayli diniy, fikriy masalalarda yoki siyosiy masalalarda olsun, ba'zi o'zimizga foydasiz bo'lsin-mu masalan. Yoki dinning asli prinsipiga tushmasimi, bir xil xato tushunib olib, xalq xato yetaklanadigan bir muhit paydo bo'lib qolganligimi ham e'tirof qilmasak bo'lmaydigan bir tarafi. Bu ikkinchi nuqta. Endi buningda shu yana sababni yildizidan izlab borgan vaqtimizda sistemlik bir şekilde bizni bir mahal nadan qoldirish, qattiq qag'jirtish yani. Bir bilimge yoki fikriga, dinga tashna bo'lish. Ondan keyin xuddi suyg'ilib qolgan yerda shunda aslam axloqlardan hammasidan kelgandek butun ishga ochilgandan keyin chet eldan egizbas, cho'ng kichik, to'ng pishiq butun iqimlarning hammasidan kirishi bizning xalqimizning uzutilingan muddatda ko'ydir kitoblar ko'ydirilib ketgan, ulamolar o'ltirilib ketgan bir sharoitda sirtdan kelgan narsaning hammani din to'g'ri fikr deb qabul qilishi natijasida bir-birlik ahvollarningki o'rtaga chiqqanligini biz inkor qila olmaymiz. Buning yana yildizni izlab borgan vaqtda dushmanningki sistemlik bir shaklda bizning fikrimizni qanday qilishi, qalaymaqon qilishi hisoblanadi bu. Ondan keyin bu fikriy jihatdagi oshqunliklarga munosabatli deydigan bo'lsa, axloqiy jihatda, ijtimoiy jihatdagi oshqunlik deganimdek yoshlik davrida bir talab bo'ladi. Har xil talab. Bu talablarning birisi insonning tabiiyatidagi insoniy bir talab. Yani masalan to'y qilish deymiz masalan, oila qurish deymiz masalan. Jamiyat buningga sharoit yaratib bermagandan keyin, sharoit yaratib bermagandan keyin cho'qim inson o'zining shu talabini qondirish uchun yer izlaydi. Bunun en birincisi nereden başlandı? En küçük nereden başlandı dese, nöbetdeki kolumuzdaki telefonlar, internetler ve televizorlardaki yani o xil qiziqqan holatdagi masalan bir xil urg'ub turgan ichki hissiyot ba holatdagi talabini yuzaki shaklda amaliyotda qandomaydi, yuzaki shaklda g'idiqlaydigan bir ko'rinishlar yoki g'idiqlaydigan bir xil omillardan boshlandi. Mush yerdan andan qadam eng oxirida yomon oqibat yuz beradigan nuqtagacha yetib berib
bu yerden yoldan çıkıdı. Bu ahlaki cihetteki nima biz aşkulluqni işletish to'g'ri qilsa, musha ishlatish to'g'ri bo'ladi ahlaki jihatda. Demek siz yuqorida deb o'tgandek agar jamiyat axloqiy o'lchamga diqqat qilmaganda maktabda, universitetda bo'lsin, mana shu butun mashinaga o'xshagan yoshlar mavjud bo'lib turayotgan o'rinlarning har qandig'ida oshqulliqninki har turlarining barliq kelishi mumkin desak bo'ldi ekan adamda. O'zining yoshlarga ko'ngil bo'lmasa jamiyat, ularning ahvolidan xabar olmasa, ularni muvofiq shaklda o'rlashtirmasa, buni kutish kerak. Ya'ni mayli fikriy oshqulliq bo'lsin, mayli axloqiy oshqulliq bo'lsin, mutlaqo bir qalayma-qarshilikning chiqishi muqarrar. Dedik ya, insonning qalbida bir talab bo'ladi. Mayli fikr jihatdami inson hayotda bir fikrli yashayma deydigan inson. Hayvonga o'xshamaydi inson, malaikaga o'xshamaydi, kompyuter programmasi emasman insondagi qarshilab qo'ysalar, mangadigan. Inson har doim bir narsa qabul qiladi, bir narsa chiqaradi, bir fikrla yashaydi. O'sha fikrning o'rnini to'g'ri fikr to'ldirmasa, insonning bir ehtiyoji bo'ladi. Shu ehtiyojning o'rnini to'g'ri mashru shaklda, to'g'ri bir shaklda qanda, mig'inida u vaqtda maktab bildimi, kutidi o buzuqchilikni mutlaqo yuz beradiganligini kishilar o'zining bolalarini maktabga bermaganligidan shu ahvollarni qo'yib qaqshashdan burun men mush jamiyatninki mushu darajaga berib ketishiga qanchalik sababkor bo'ldim yoki mushu darajaga berishning oldini olishga qanchalik tuhfa qo'shdim. Amaliy buni o'ylash kerak. Agar aks taqdirda deganimizdek mayli maktab, mayli universitet, mayli ko'cha, mayli dengizning atrofi, mayli dam olish o'rinlari nega bo'lsa bu ahvollarning jamiyatda ko'z oldimizda ushlab turadiganligi aniq. Agar biz boshdan diqqat qilmasak, maktablarimiz pokizlikdan ig'zoch qilinmaydi, universitetlarimizning pokizligidan ig'zoch qilinmaydi. Bir dengizning qashqari biroz kallamni sagitib kelay desak, dengizning atrofining pokizligidan so'z ochqilinmaydi. Ailelerim bilan bir vaqt tamoqni o'rmonliq yoki tinch yerga kirib yeb kelay deb shunday bir dala tamoqqa chiqqan vaqtimizda u atrofning pokizligiga din so'z ochqilinmaydi. Eng oxirida inson qaqshaydi-ki, jahonni buzuqchilik qoplab ketdi, hamma yer buzilib ketdi. Bu nega bo'lsak bu ko'zimizga ko'rinib turibdi deydi. Halbuki o'zining shu ishning asli yildiziga ahamiyat bermaganligini o'ylamaydi, o'zining shundaki mas'uliyatini asla va asla o'ylamaydi. Bu nuqtadan yoshlar bizning eng muhim ko'ngil bo'lishga tegishli bir soha. Demak, oshqulliqning natijasiga emas, balki sabablarga muolaja qilish asli yildiziga berish kerak yani. Masalani yuzidan Mesela ot ketken yerinin otunu üstüden uçurmanız ters. Tigidini uçuraş gerek. Tek össe üstü uçudu. Mesela şu. Tige hel olsa meselenki üstü hel buludu. Bugünümüzge nazar taşlaygan bolsak, dindin iroqlashtirish uchun yoshlar har turli shubhalar va shaytoniy havaslarga duch kelyotidi. Undaqda yoshlar moddiy va ma'naviy shubhalarni o'z nafsida qanday saqlab qola oladi? Endi sizning bu savolga javob berishdan ilgari bir narsani deyishni to'g'ri topdim. Bayatdan biz masalani yuzdan emas, tegidan hal qilish kerak degan nuqtada azroq gap chiqib qoldi emas. Mana shunga javob berayotgandan keyin, andan keyin men mana nuqtaga o'tay. Payg'ambar alayhisolatu vasallamninki hayotida menda bir hikoyasi bor. Bir ansari beg'imga o'g'irlik qildi, beg'imga kelib ruxsatsiz olmamni edi deb bir yigitni Rasulullohning qishig'iga olib keldi. Bizning navbatda kallamizga shakllangan tasavvur biz biroqlam o'g'irladingmi? Birinchi so'zni kimga qilamiz? Shu o'g'irlagan odamga qilib, buni o'g'ir deb ayblaymiz hamda. Ammo Rasululloh shu vaqtda manda bir ifoda ko'rsatdi. Bu ifoda bizga nisbatan ajoyib hikmat. Ya'ni ijtimoiy jamiyatni isloh qilishning bir dasturi bo'ladigan bir hikmat bu. Tutilib kelgan, ya'ni o'g'ir deb ayblanib kelgan odamga, yoshki yigitga qanaqa qilmasdan ayblamasdan Rasululloh olib kelgan ansoriga ochiqlandi. Nima dedi? Bilmas o'rgatsan olmamdi. Qusqa och olsa, to'yg'azsan olmam. Bir narsa bersan olmamdi deydi ananqa. Ya'ni masalani yiltizdan hal qilish kerak. O'g'irlik qildi deb akab tutiblam uni jazolab bir narsa qilish, hal qilish chorasi emas. Masala
o'g'irlik qilsa bo'lmaydigan yerga bo'lmaydiganligini uning kallasida singdirish kerak. Bu nuqta muhim. Va o'g'irlik qilishga sabab bo'lib qoladigan ahvolni uningga qo'ymaslik kerak. Çünkü bizning bugungi yoshlarimiz mushu nuqta bugungi yoshlarimizda intayin muhim. Biz chuqum ularni anda qilinglar, bunda qilinglar deyishdan, ulardan bir narsa kutishdan ilgari shularning shu yo'ldan chiqib ketmasligi, biz degan kutgan orzu, umidlarimizni aqliy olish uchun oldi bilan bir asos sapirishimiz kerak. Rasulullahning bayatınki so'zi mushu sohada bir dastur bo'lishga tegishlik. Har adam temiga yezib qo'yishga tegishlik. İşxanasida üstüge qo'yib qo'yishga tegishlik intayin hikmetlik bir so'z. Ya'ni biz har ishda bir natija kutishdan ilgari yoki salbiy natijadan birini ko'rib qolmaslik uchun oldi bilan yiltizdan masalani qanday qilish kerak? Hal qilish kerak. Bu muhim bir nuqta. Andan keyin sizning so'g'an savolga qarata yoshlar shu yomon yo'llardan qanday chekinish kerak? Masalan, qayta so'rsam savolni. Mesela yoshlar har turli shubhalar va shaytoniy havaslarga duch kelyotadi bugungi kunda jamiyatda. Mayli dunyoning har qanday yani bayatın bizning suhbatimizning beshida davomlashayotgan ikki nuqta. Birisi fikriy yoshlardagi ig'ish nuqtasi, yana birisi axloqiy ig'ish nuqtasi. Buningki yoshlarningki moddiy va ma'naviy shubhalardan o'z nafsini qanday saqlaydi? Bu bayatın deganimizdek bir tarafi yoshlarni mashta yo'ldan chiqishga majburlab qo'yadigan omillarni tigin hal qilish kerak. Buni bayat men deb bo'ldim yani. Masalan, dedik-ku 3 eng aqalliy ehtiyoji bor. Ortiq ehtiyoj emas chuma va u. Birisi onunki bir xizmat, ish ehtiyoji bor. U orqali jannat boqmasa bo'lmaydi. Ikkinchisi oila qurish, ya'ni to'y qilish ehtiyoji bor. Chunki u inson, uchinchisi turalg'u bir bu eng aqalliy bir talab. Mush talab o'rindalmagan vaqtda balkim agar bunun en xatarligi shu to'y qilinmasa bir jamiyatda, bugungi kunda anglayapmiz, biz bir muhojiratda bizning hozirgi sharoitimiz normal sharoit emas, yani o'zal alohida bir sharoit, yani tuyuqsiz gap qolgan bir sharoitda ba'zi qizning dadlarining tamom haqqi, ama men nasihat, yani taklif fikr yo'ldan davatime bu gapni o'zining qizlariga, masalan, shu bugungi sharoitda mesela $5000 degandek bir to'yli qo'yayotganligini bo'ladi atrofda masalan. Ma'nunga o'xshagan yoshlarning to'y qurib, to'y qilib bir oila qurishga to'solg'iladigan ba'zi atmosferalarning shakllanishi dal yoshlarning o'zining havasini boshqa yoqdan izdishiga, boshqa yoqdan qondirishiga sabab bo'lib qolgan ahvol. Bu yoshlarning havasga, ko'nglining keyniga ketib, o'zini yo'qotib qo'yishga sabab bo'lgan omillar. Bu nuqtadan bu shaklda saqlanish kerak. Endi fikriy jihatda yoshlarning shu fikrini to'g'rilay oladigan bir shaklda, qanoat qildira oladigan bir shaklda, yoshlarning o'zining vazifasining nima ekanligini ularga bildira oladigan, navbatdagi dunyo vaziyati qanday, sen kim, nerdan kelgan, qaysi millatga tava, sening dushmaning kim, do'sting kim, hozir qaysi qadamni olsang, sening o'zingga va millatingga, diningga foydali qaysi qadamni olsang ziyonliq degan nuqtalarni shu tushungidek bir tilda tushundira oladigan til lozim bugun bizga. Tushundira oladigan bir tushuntirish lozim. O'tmishdagi qadimgi uslub, masalan, xususan aniqroq desak, diniy da'vatchilar desak, diniy da'vatchilarningki qadimgi tasavvur, qadimgi uslub bilan boshqalarga din yetkazman deyish, ammo boshqalarning dilidan qochirganlik qiladi. Bugun boshqalar tushuna oladigan, chunki bugungi bolalarimiz 50 yil ilgirgi bolalar emas, 30 yil ilgirgi bolalar emas. Bugungi bolalar bugungi bolalarning tilini tushunadi. Bugungi yoshlarning tilini tushunadi. Yoshlarning tasavvurini tushunadi. Shularning tasavvuriga muvofiq bir shaklda o'zining nima ish qiladiganligini. Menda ikki nuqta bor. Birisi din asosiy prinsiplari bor. Bundan chetniga olmaydi. Biz yenglaymiz deb uni yenglay olmaydi. Ammo dinning asosiy prinsiplarini bir millatning asosiy bir qimmat qarashi bor. Buni bolalar tushunadigan shaklda tushuntirish. Mening hozir davatnim o'zgartish emas tubdan. Yani aslilik ve zamaniylik birleşken bir tushunch bilan bularga ifodani o'zgartirish kerak. Ifoda o'zgartirish, ifodasini. Tasavvur o'zgartirilsa bo'ladi. Ammo asosiy prinsip, dinning asosiy prinsiplari, millatning asosiy qimmat qarashlari bu aslini saqlaydi. Bu muqim. Bu aslini saqlagan mushu qimmat qarashlar yoshlarimizning kallasiga kira oladigan bir shaklda kirgizilish kerak. Buni qanday tushuntirlik desak, manda tushuntirsak bo'ladi. Masalan, bugun radio, televizor, telefon signal qabul qiladi ya.
her bir narsaning her uskunaninki qabul qilaoladigan, chastota qabul qilaoladigan bir uskuna usulidir. Shu uskunga muvofiq chastota taqitilmasa, bu uskuna qanday qilmaydi, qabul qilmaydi. Bugungi yoshlarimizningki shu qabul qilish kallasidagi uskunasi burunqi mana tildan davatman misol uchun 50 yıl ilgirgidin farqlanadi, 30 yıl ilgirgidin farqlanadi, hatta 20 yıl ilgirgidin de farqlanadi. Şunu münasip şekilde uçur taqatmısan, sen taqatqa uçur havada leylab qaladı, yaşlarımızın kalısına kirmeydi. Şu yerden yaşlarımızınki fikri de her xil o yoki solga egish ahvollari bizda vatqan haliqi bir atalg'i var ya. Haliqi yani mutatarrif deb qo'ydi. G'ulu, yani hadidin eşib ketish masalan. Fikri jihatdagi oshqulluq masalan, mana shakldagi ahvolning shakllanishi mushu sababdan bo'ladi. Demak, millatni moddiy va ma'naviy tarafdan isloh qilish xizmati bilan shug'ullanayotganlar, ya'ni uslubni o'zgartirish kerak demoqchi. Yani muhim nuqtaning qaysi ekanligini bilish kerak. Mayli moddiy jihatdagi jamiyatga xizmat qilayotganlar muhim nuqtaning qaysi ekanligini bilish kerak. Ma'naviy jihatda xizmat qilayotganlar muhim nuqtaning qaysini va uni qanday hal qilish kerak ekanligini to'g'ri tushunib yetish kerak. Klassik uslub bugun kunda qanday qilmaydi, o'tmaydi. Har qanday shaklda. Klassik zihniyat bugun kunda mushkil yaratadi. Ma'lumotni har sohadagi, mayli siyosiy sohadagi bo'lsin, mayli ilmiy sohadagi bo'lsin, ma'lumotni yanglab turish uchun ma'lumotni yanglash kerak. Yani texnikani yanglash vaqtda masalani tushundirish kerak, biroq masalani tushundirish kerak. Allah razı olsun. Yuqorida shubhalar to'g'risida yani to'xtalib o'tgan bo'ldik. Hamda mana shu axloqiy kriz haqida o'zini qanday saqlab qola oladi bir tipik misol o'rib o'tgan bo'lsak mana masalan universitetda olsun, oliy maktablarda to'liqsiz o'ttiruv maktablardagi o'quvchilarga yeni hesapta ilgili sualning takrorlanması ama yani tekrar sorulaştı ki takrorlanması emas, ama to'liqlamasi desek bo'ladi. To'liqlamasi yani. Biraz içişimiz to'g'ri keldi. Yani desek yani şu, insanda bir ihtiyacı var. Xo'sh. İnsanın bir din ihtiyacı var. Eğer biz tasavvur qilish mumkin bo'lsa, bir insonni tug'ilgan petidan tortib hech qanday bir dindan xoli yolg'iz muhitda tarbiyalab uyg'onayotgandan keyin insonda chuqur bir dinning ehtiyoji borligini ifodalaydigan ifodalarni ko'ramiz. Chunki inson dunyoda insonning qanday maxluq ekanligini din nuqtasiga bog'lamay turib tushuntirilgan rasmiy falsafa yo'q o'rtada. Endi insonning bir narsa izlaydi. Mesela din deb men din deyapman ya. Agar din olmagan taqdirda inson bir fikr izlaydi, bir yo'l izlaydi, qalbiga nisbatan. O'zidagi ba'zi tushunilmagan masalalarga nisbatan javob izlaydi. Men kim deydi. Shundaymi? Bir ideologiya izlaydi. Bunda kallas agishmaydigan bir andizi izlaydi. Cho'qim izlaydi buni. Mushu andiza agar to'g'ri shaklda berilmasa, xato yetmaydi. Bu muqarrar. To'g'ri diniy tushuncha berilmasa, özü tapıdı onu. Cemiyetin tapıdı, etraftaki muhitin tapıdı bir yerden. Mana nokta doğru düşünüş gerek. Ben tekrar deyim. İnsanın hayatta yaşaydığın bir endize ihtiyacı var, bir yol ihtiyacı var. Bu ne? Ya doğru dini düşünç toluqlaydı, ya eğer bu toluqlayanmagan takdirde etraftaki muhitinin bu öz aldığı halgan bir şekilde toluqlaydı. Bir qimavaz o'zining hayotida qima o'ynab hayotimni o'tkazaman degan bir fikrga kelgan bo'lsa, bu nimaning natijasi? Kallasiga o'rnatilgan to'g'ri bir yashash mezonining yo'qligining natijasi. U shu bo'yicha yashaydi u. Atrofini olgan bo'ladi shu fikrni. Muhitini olgan bo'ladi. Ondan keyin yana ikkinchi bir nuqta, din ehtiyoji bo'lgandan boshqa degandek moddiy ehtiyoji bor insonning. Yani bir insan bunu sütümüzden tekrarladık bu gapni muhim bo'lganligi uchun bir to'y qilishga ehtiyoji bor. Va undan keyin shuningga ergishib bir yashash, masalan bir turalg'i aqallisi bir uy masalan bir moddiy talab bor. Mushlarning hammasi qondirilishi kerak. Yana tekrar desek bu yerdagi masala jamiyatga ikki xil sinab qo'yiblanadi. Birisi jamiyatninki diniy fikri, mesela kişilerinki aqida
ko'z qarash, qimmat qarashlarga mas'ul. O'lim ala, sinfiga yuklanadi masala. Shu o'lim ala shunda xitob qilamiz bu yerdan, o'lim ustozlarimizga. Qachonki jamiyatninki yoshlarga to'g'ri fikrni silib bermasanglar, yoshlar o'zi yashaydigan hayot mezonini atrofidan oladi. Atrofidan qanaqligi aniq, ati o'gun kelgusida yoshlarimizningki jamiyatga kelayotgan, uchrayotgan yomon ta'sirlardan vaqt oxirlamasa oladi. Ikkinchi xitobimiz jamiyatninki cho'nglarga. Mayli yurt mahalla cho'nglari olsun yoki ma'lum tashkilot cho'nglari olsun, xalqimizningki ijtimoiy ishga mas'ul bo'lganlar agar jamoat arboblari yoshlarning shu moddiy ehtiyojini qamdiyamiz deganligini xato tushunish bo'lmaydi. Hech kim yangi qo'lini chiqarib narsa bermaydi bizga. Ham birenmeydi. O hammadan ta'minlab bo'lolmaydi. Yerdagi masala aşı yoshlar bir xizmat tepib, bir ish qilib, o'zining moddiy ehtiyojini qamdiyalaydigan bir atmosfera yaratish. İş fursati, xizmat fursati, savdo fursati ma'ni yaratish kerak jamiyatda. Ondan keyin har yosh o'zining ehtiyojini, o'zining tirishchanligi bilan, qilgan emgiki bilan, xizmati bilan qamdiyalgandan keyin keyindagilarga qanday o'qim paydo bo'ladi desa, tamam-da, ishlasam qanaqa qila olayman? Jenimni baqa olayman. Buningda yulinib olish ahvoli bo'lmaydi, selinib olish ahvoli, davomli boshqalarning xayri ehsoniga qana qilish, eslib qilish. Shuning bilan millatning ruhi başqalardan tilaydigan holatdan boshqalarga qana qiladigan, beradigan bir xil g'urur paydo bo'ladi. Inson shu, jamiyatmi shu, bir millat xarakterlik yeyilib kelsa, millatmi shu, ap ko'ngan adam, ap ko'ngan jamiyat, ap ko'ngan millat asta-asta g'ururni yo'qotadi. Payg'ambar alayhisalom aniq degan masala. Bagan qo'l, og'an qo'ldan nima yaxshi. Bu yaxshilik har tarafdagi yaxshilik bu. Mayli insonlikdagi, iymondagi, g'ururdagi, har tarafdagi yaxshilik. Tabiiyki, elimagan odam, baga odamni ko'rsa, shu amal olmasimi, qana qiladi, ikki qalbini ikki yonga tortib yejish to'g'ri keladi. Bu insonning g'ururni yo'qotadi bu. O'zining har ig'ir gapini qilaversa, qaylab turish to'g'ri keladi. Ya'ni insonning o'zining insonlik g'ururi, musulmonlik g'ururi asta-asta yo'qolib ketadi. Jamiyat bu nuqtaga tushib qolmaslik kerak. Jamiyat bu darajaga bormaslik kerak. Buning masalani tip yildizni hal qilish, yoshlarimizni bir-birlab nagurullashtirish, ishqurullashtirish. Ular eng aqallisi o'zining mas'uliyat ostidagi ayol baloqalarining ahvolidan uzuk xabar olalaydigan holatga kelish, eng tuvini yuqorisi uningdan eshinib boshqalarga yordam qila oladigan, jamiyatga tuhfa qo'sha oladigan bir holatga kelish tahirsiz hal qilishga tegishli masala. Ikki ish sizlar degandek hal qilinmasa, birisi yoshlarning kallasiga to'g'ri fikr qochilanmasa, ikkinchisi ularning jamiyatda yashashiga normal fursat yaratib berilmasa, bizning jamiyatimizning kelgusidan qanaqa bo'lsak bo'ladi, umid kutmasak bo'ladi. Hamda vatanimizda mana shunday zulm ishlayotgan bugungi kunda biz muhacirat yaşayotgan Şarq Türkistonlik musulmonlar o'zimizning islomiy kimligimiz va milliy kimligimizni saqlab qolishga intayin jiddiy bir ehtiyoj borligini hammamiz bilamiz. Bunga hech kim inkor qilmaydi. Hammaylar shuni ta'kidlab kelyapmiz. Ammo bugungidek mana shunday Uyg'urlar dunyoning har tarafiga chechilib ketgan Arab davlatlarida bo'lsin, Yevropada bo'lsin, Amerika tarafida bo'lsin, Turkiya va butun qit'ani Afrikadan tortib, nani aqtolsak Uyg'ur chiqadigan bir muhit borliq keldi. Mana shunday bir vaziyatda muhojiratdagi chechilib ketgan bu Uyg'urlar, Uyg'ur yoshlari o'zininki İslami kimligi va milliy kimligini qanday himoya qilib saqlab qola oladi. Mana shu masala to'g'risida bir qiz to'xtalgan bo'lsak. Buningda Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki menda bir hikoyasi bor. Men mushaydan boshlay. Menga bak ta'sir qilgan hikoya bu. Bir yosh Rasulullohning oldiga kelib, menga shunaqa qilib o'tvasan deydi.
Tasavvur qilib baqilama jur'atni. Rasulullohning oldiga kelib, men zina qilsam bo'lmaydi deydi endi. Bu xuddi bilgan kunimizda saqchiqan ko'rib, men o'g'irlik qilsam bo'ldi. Men o'qit qilaman deganda gap endi. Bilgan kunimizda bizning oldimizga birisi shunday kelib qolsa, biz ham uni nima qilib o'tamiz hamda, uni o'qimaymiz hamda. Rasululloh shu vaqtda uni andaqchi mundaqchi deb qo'g'lamadi. Ayıplamadi. O kadar güzel bir terbiye verdi. O kadar bir güzel terbiye verdi. Dedi ki, tamam. Senince şu zinanı anan qıp qalsa qanda qaraysan? Mayt, eğer geldi onunla. Kızın qıp qalsa, texim eğer geldi. Sının, açan, hamman, asla bir qatar sanab chiqdi ahvollarni. Sen üzəngning anısı, qizi, singlisiga bu meseleni yaxshi ko'rmaydi ekansa, ularning shunday ishni qilishini xohlamaydi ekansa, sen mendan talab qilayotgan shu zina cho'qim boshlarning anısı bilan, ya qizi bilan, ya achisi, ya singlisi, boshqalarning bir izzat sharafi bilan o'ynashqanlik bu. Degan shaklda buningga bir tushundirdi meseleni. Shundan keyin bu sahabe shu yerdan chiqib dedi ki, hayotda eng yaxshi ko'radigan ishim mush edi. Endi hayotda eng yomon ko'radigan ishim mush bo'ldi dedi. Bu hikoya bizga, bu qissa nimani ifodalab turadi? Masalani ustundan emas, nereden? Astidan hal qilish kerak. Muhojiratdagi dunyoning har qaysi tarafga taqalgan bizning Uyg'ur jamiyatimizdagi masalalarni o'ngshashda cho'qim jamiyatning egalari, jamiyatning arboblari, cho'nglari masalaning tegiga qarash kerak. Masalan, qaysi kuni ijtimoiy aloqa vositalarida masalan bizning e'borayotgan bu suhbatlarimizdan kichik bolalarning huquqlari, u amaliyotda jamiyatning bir parchasi. Biz masalani tegidan hal olsin deyapmiz. Bizning bu suhbatimiz ailening qurilgan vaqtidan tortib, masalan, ayol o'tirisidagi huquqlarni to'q, ota-bolalar o'tirisidagi huquqlarni to'q, alim ulamolar bilan xalq o'tirisidagi huquqlarni to'q. Ondan keyin kichik bolalar o'tirining huquqlari to'q, yoshlarning huquqlari to'q. Masalani tegidan tuzash. Ya'ni kelgusidagi jamiyatimizning asosini silish yani. Muşunun şekilde ebaratımız. Şu ictimai taraflarda xuddi iş yok adamdek tasvirlagan bir yazmını uçurtup kaldım yani. Muş kichik bolaning huquqlari deb o'tirdi ekan degan bir şekilde. Yani bizning zihniyatimiz mushu nuqtada o'ngshalmay turib, masalani tigidan o'ngshashqa, masalani eng asosiy sababidan yiltizdan o'ngshashqa mangmay turib, tipsdan qanaqlanmaymiz, hal qilolmaymiz. Yana da tekrar deydiganim shu. Bütün dünyadaki Uyghur cemiyetinin ahvalini o'ngshash uchun masalani yiltizdan chukash kerak. Yiltizdan chukash kerak degan bu gapim hargizmi navbatdagi naq masalalarga sal qarash deganlik emas. Tabiiyki naq masalalar o'z joyida har birisi qanday qilinib mangadi, hal qilinib mangadi. Va shuninglik bilan birga masalani tiki yiltizidan, masalan deylik, bir jarohat chiqib qoldi, mening biligimda deylik. Bu jarohatning cho'qim chiqish bir sababi bor, yiltizi bor. Badnimga bir narsa ta'sir qilgan bo'ladi. Ya yegan yemaklikim zaharlangan bo'limi bir sabab bor-da. Va buning tashqi ko'rinayotgan bir shakli bor buningki. Bu yerda ustunlam tengib qo'ysak, masalani tigin o'ngshalmasa, balkim tengib qo'yishimiz mumkin. Buning saqayishiga uzun vaqtda saqaymasligi mumkin. Hatto bu jarohat ko'payib qo'lanma kesilishi mumkin. Men misolga da'vatima. Millat hatto shu yuz berayotgan masalalarning yiltizini o'ngshmaganligimiz tufaylidan vayron bo'lishi mumkin, yo'q bo'lishi mumkin. Ammo mening da'vatqanim nima desa, ustunlar tengib qo'yish emas. Ustuni tangandan boshqa tashvish kerak. Mush jarohat nima uchun chiqdi? Buning sababi nima? Yegan tomoqmi? O'tgan urinmi? Havomi va boshqa sababmi? Yemagan tomoqdan bo'lib qolgan bo'lsa, darrov shu tomoqni o'zgartirish kerak. Yoki ichki jihatdan bir narsa ta'sir qilgan bo'lsa, badanda bir virus bo'lib qolsa, u virusning oldini qanday qilish kerak? Elish kerak va sirtdan tingish kerak.
davolab saqaytirish kerak. Yomon oqibatlarning oldini olish, yuz bermasligining, yuz berishining oldini olish kerak. Millatning ahvoli aynı şekildeki ahvol. Biz yuz berayotgan naq masalani ham hal qilamiz, bunga ahamiyat beramiz, ammo men deyotganim buningni qo'lan masala tubdan hal bo'lmaydi. Yil tizimini qanday qilish kerak? Hal qilish kerak. Xuddi birisi o'rtaliqqa hamda biroz ko'rguvchilarimiz ayblish mumkin shunday bo'lsin deyamdi, talat qilib qo'ysa, bu masalani bir tal qachon birini kelib ustiga yeyib qo'yishdan hal bo'lmaydi masala. Baba o şeyde hal qilish kerak. Yıldızını hal qilish kerak. Bu yerdan yo'q qilish kerak. Va taraqib qo'ygan kichik bolani bundan keyin bunda o'rtaliqqa qanday qilmaslik, talat qildirmaslik kerak. Men masalani tushundirish uchun elyapman bu misol, garchi biroz dedim ya özür so'rayman de ko'rarman qarindoshlarimizdan bunda g'ayri muvofiq gap qilib qo'yganqa. Ammo masala shu. Hozir yuz berayotgan masalalar, men buni palani soha, pukuni soha demayman. Hamma soha. Mesela 100'dün, 100'e şekilde muamele kılınatıdı. Tikiye, yıldızı nime bunun çökmevatıdı. Şulanın birisi, bugünkü sohbet ettiğimiz yaşlar. Bugün yaşlarını qanday yolga salsak mı cemiyetke? Ayetki cemiyetimiz şu olur. Biz hazır yaşlarga bu yüzaki muamele kılınganlık sebeplerini ve onun bazı tipik misallarını hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki hadisinden örneklerini elip bayan qilgan bo'ldilar. Hamda shu mazkur yoshlar shu jamiyatda men yuqorida o'tgandek muhojirat shu yoshlar o'zini qanday himoya qilish kerak? Bular javob shu qo'ldan chiqmaydi-ku. Bular qanday himoya qilish kerak o'zini? Ashunda bir fasod to'lgan islomiy axloqdan yiroq bir jamiyatda o'zining islomiy kimlik va milliy kimligini qanday himoya qilib saqlab qilish kerak demoqchiman. Bu tabiiyki biz yuqorida davatgan gapning hammasini qandaqdir yoshlarni bir yana olib qo'yib turib, jamiyatdagi boshqalar bilan davatganlik emas. Bu bek güzel savol bo'ldi. Men qilayotgan xitobning ichida tam yoshlarmi bor. Ya'ni yoshlarmi o'zini bir kishilik jamiyatning a'zosi. O'zini ishga qilish kerak yoshlar. O'zini ishga qilish kerak. Birisi mushu jamiyatga xizmat qilish uchun ketayotgan o'zi, yana birisi shu ketayotgan o'ziga mas'ul o'zi. O'zini ishga qilish kerak. Har doim o'zini tarbiyadan yiroq qilmaslik kerak. Shuni o'ylash kerakki, Qur'oni Karimda bunda bir oyat menga har nuqtada ta'sir qiladi. Qur'on qarab bakinglar, siru fil ard, fanzuru bir ifodasi bor. Bu nima degan gap desa, dunyoda bir qonuniyat bor. Hayotda bir qonuniyat bor. Hech kim bu qonuniyatdan chiqolmaydi. 100 yil ilgari kelgan Amitaxun, mayli 100 yil ilgari bo'lsa-mu vaqt, qanday yashagan bo'lsa, 100 yildan keyingi Amitaxunni dunyoda ash yashagan qonuniyatda biraz uslub o'xshamaslik mumkin, rang o'xshamaslik mumkin, muhit o'xshamaslik mumkin, o'xshash qonuniyat yashaydi. Qonuniyat bor degan gapimizning taqozosi nima desa, shu yigit, shu yosh qiz, ya shu yosh o'g'il qarab baqish kerak. Oldiga qarab baqish kerak, o'tmishga qarab baqish kerak, atrofiga qarab baqish kerak. Kim yoshlik hayotini qanday o'tkazdi, undan keyingi jamiyatga chiqqandan keyin nima ish qildi? Kim yoshlik hayotini uyon bilan o'tkazdi, tirishmaslik bilan o'tkazdi, yo'ldan chiqdi, uning keyingi hayoti qanday bo'ldi? Kim o'zini saqladi, pokiz tutdi, tirishdi, kallasiga buyuk orzu armonlarni kirgizdi va shu orzu armonning turtkisida o'rgandi va o'zida iqtidor shakllantirdi. U qanday yashadi? Men bir narsanday, jamiyatdagi eng cho'ng o'rindagi maqomdagi bir odam, mayli o siyosiy jihatdagi bir davlatning raisiday, yoki ilmiy jihatdagi bir dangliq professor, bir bilim odamiday, iqtisodiy jihatdagi yo'q bir milliarderday, bu odam bilan jamiyatdagi eng tuvan qatlamda yashagan bir odamningki bütün badan a'zolari o'xshash. O'xshash, hech farq yo'q. Onun da so'ngak, bundan ba, undan ba go'sht, bundan ba, undan ba qon, bundan ba. Farq nima? Birisi
özünün yaşlığını, balılıqını aşta büyük arzu, hedef bilen, nişan bilen şununla mas şekilde ügünüş bilen ve onun neticesinde özde iktidar hazırlaş bilen a makamga yetdi. Yani birisi tam eksi yol bilen ma makamda yaşadı. Demek ki lazım yaşlarını meyle milli kimlikni saqlashda olsun, meyle İslami kimlikni saqlashda olsun. Hem takdir özünün okulda yani. Özü Yani tirişçanlık- takdir degenim, amda qandaqdır bununla etiraz çıkmasın. Men eleki takdir meselesiga hazır kişimeymiz emasmi? Demek çoğunun kelgüsüge özünün bir kişilik nimesi var. Hassisi var. Allah razı olsun. Söhbetimiz mi ahırlı şey dep kaldı vakti nasibeti bilen. Ahırda mı şu Uygur yaşlarına yani bularınki hak hukukları doğrusunda bir sözlep ötken bulduk. Bir iki kız 30 gün ötdü. Endi degan söhbetimizin arasında men qıstuğan yaşlarımızda bir xil urğup turduğan arzu arman buladı. Arzu arman degeni yaraqqa qaraş buladı. Yaşlarımızda bir xil urğup turğan kanuludu, energiya buladı. İki narsa var. Bu münasibetle men söhbetimizin peşinde yaşlarımızga biraz yol biriş. Mesela ular iş burası yaratıp biriş hakkında sözüldüm. Kuruvatımız bazı sosyal medyalarda yani ictimai taratqularda qarindaşlarımız üzdün kallısıda kütken bir ömüdü. Maçta bosuldu degen bir istiki qarsa ortada onda emes. Yani üzü kütken adamlar meyle dini alimler olsun, dini alimler anda qılsı dediğin bir istik oldu. Siyasi rehberler olsun, anda qılsı, mamında qılsı dediğin bir istik oldu. Ve başka şekilde mi şu amdı. Ama digen şekilde bomğalık tüpeyledin, bulanın içindeki energiya ve bulanın kallasındaki ahıl istek, ahıl arzu bulanı partlap çıkırmadı da hazır. Muşluğun neticesi de ictimai alaqı beketleri de, ictimai alaqı nimeleri de, vasıtları da muşluğun türküsü de birisi yaşının kiçikliki, birisi ahıl amılla tüpeyle bazı ağırınış. Ağırınışın eşip tıllaş mesela. Onundan eşip şahsiyetiga hakaret kılış derecesiga bardı. Ben yaşlarımızga değmem bu şeyde. Eğer hakikaten de yaşlarımız özünün şu istikide sadık olsa, şu talepide sadık olsa, fakat bulanın aldıda ya 10 yıl vakit var ya 5 yıl vakit var. Tırışsın yaşlarımız, ügensin, çoğun kademle mansın, İnşallah kelgüsümüzni biz şuna emanet kıldık. Ama biraz eskertey, üzen ögenmey, üzen onun için tırışmay, başkalık kılış gerekti. Muşu ihbadıyla vaktini zayi kılış, arığız deseliş, başkalık ununsuz ağrınış. Mence bizden dinimizde mi doğru emez? Bizden milletimizge bunun paydası yok. Hatta şu xil ifadede buluvatkan qarindaşlarımızınki özünün psixik sıkıma təsiri var ve özünün kelgüsü nimesi var, təsiri var. Ben qarindaşlarımdan talep kıldıqım şu. Doğru. Bizden hem öyle bir tupraqның insanları, bir milletning insanları, bir bağının tuprağı qanda olsa, o bağdaki almının təmimi şu tupraqqa bağlıq, şaptılının təmimi tupraqqa bağlıq, örükның təmimi tupraqqa bağlıq. Bizden millet şu. Çünkü bu milletten çıkan alim ulema layıqraq şununğa. Siyasi yönmü şununğa layıq. İqtisat ilgileri şununğa layıq. İctimai cemiyet erbabları şununğa layıq oldu. Emdi biz şunu hem yükseldirişini hem öyle qalayımız. Bunun için biz nimege ihtiyacımız var? Tupraq yaxşılışqa ihtiyacımız var. Tupraq kimler? Şu silah yaşlı. Yaşlarımız yaxşılansın. Biz tirişili, çoğunlarımız yaşlarımızga özünün beşidin ötküzgen tecrübelerini, erişken alahidliklerini, ketkizip koyga yerlerini, yakildige asasında yol göstersin, yaşlar tırışsın. Maçta bir tırışış asası da aldığımızdaki yakın fırsette biz milletinin seviyesini umumizlik götürebilsek, burunki şoğurluk tuprak dep turli
munbat tuproqqa o'zgartira olsak, bizning millatimizdan chiqqan har soha kishilar intayin foydali, masalan, yoshlar kutgundim oshib xizmat qiladigan kishilarning chiqishiga bizning ishonchimiz bor. Endi dedim-ku, agar biz bu daraxt, mevalik daraxtlardan yaxshi meva umid qila olsak, tuproqni munbatlashtirish kerak. Millatning umumyuzlik safosini o'stirish kerak. Bu safa yanıla kimning ustiga tushadi? Yoshlarning ustiga tushadi. Chunki yoshlar millatning tuproqi hisoblanadi. Hamma narsa kimdan chiqadi? Yoshlardan chiqadi. Bugun men yosh degan bir boladan 10 yildan keyin jamiyatning bir yashangan odamga aylanadi, o'tirish odamga aylanadi. Jamiyatning egasiga aylanadi. Shunga mening yoshlar qo'ygan talabim bu yani. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, Allohning muvaffaq qilishi bilan Huquq va majburiyat nomli suhbatimizning 22 bölümü İslamiy prinsipda yoshlarga qanday muomala qilinish kerak degan suhbatni bu yerda oxirlashtiraman. Bu munosabat bilan suhbatimizdanki mehmini ustoz Muhammad Aliga rahmatimni bildiraman. Allah razı olsun. Bu suhbatimizni hammamizningki manfaatlanishimiz va manfaatli qilib berishini Janob Alloh subhanahu va taolodan so'rayman. Görüşkünce aman bulunla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.